Mana akalar, o'sha trenddagi toshgilam mahsuloti. Buni ko'rinishi juda ham chiroyli. Eng qiziq joyi drenaj vazifasini bajaraveradi. Masalan, yomg'ir yog'adigan bo'lsa, suvni ham o'zidan o'tkazib yutib yuboradi. Bundan tashqari 20 tonnagacha yuk ko'tara oladi. Bu mahsulotda yo'laklarga, hovliga, bundan tashqari ofis pollariga ham yotkizsa bo'ladi. Hozir videoda ko'rib turganimizdek, Chorsu bozoriga ham mana shu mahsulotdan yotkizib berishibdi. Bu mahsulotni olib kirgan akalarimiz bir adashmasam 2 yildan oshdi. Mana shu yillar davomida bu mahsulot sinovdan o'tdi. Ya'ni yozda issiq kunlarda hamda qishda sovuq kunlarda ham chidab chiroyli holatda turgan. Toshlari esa to'kilib ketmaydi. O'zidan o'zi ochilib qanaqadir bir defekt hosil qilmaydi. Bu mahsulotni ko'pchilik ishlatib ko'rdi shu paytgacha va o'zini fikrlarini iliq holatda qoldirib ketilgan. Bu mahsulotni siz Toshkent ko'chalarida ham ko'rishingiz mumkin. Masalan, Taras Shevchenko degan ko'chaga ham yotkazishgan. Bundan tashqari Inbazarda old qismlarida ham mana shu mahsulotdan ko'rishingiz mumkin. Ayvash brend asoschisi Otabek Jo'rayev ham o'zining xonadoniga mana shu mahsulotdan yotkizgan. Va Toshkentdagi Magic City yonida joylashgan Chezimburay restorani old qismiga ham Toshgilam jamoasi o'zini mana shu mahsulotlardan yotkizib berishgan. Toshgilam mahsuloti bo'yicha to'liq ma'lumot olishni xohlasangiz, Instagram profillarini atmetga qo'yaman. U yerda yangiliklarni ko'rib olishingiz mumkin. Bundan tashqari opsiyada nomerlarni qoldirib ketaman. Mahsulot narxlarini bemalol mana shu nomerlar orqali bilib olsangiz bo'ladi.